Keyingi videoyimiz Upwork veb-saytida profilingizni description qismi bo'ladi. Mana bu description qismiga siz o'zingizni nimalar qila olishingiz, nimalarga ega ekanligingiz va qancha miqdorda pul ishlashingizni yozib qo'yishingiz kerak, kiritishingiz shart. Va bu yerda o'zingizni kasbingizni, xo'p, men video editorman. Hozirgi videolarni montaj qilmayotganim sababi vaqtim juda ham oz. Shu sababli ham sizlarga shunchaki o'z bilimlarimni berib ketmoqchiman. Xo'p, o'zingizni kasbingizni, misol uchun tarjimon bo'lsangiz, tarjimon ingliz tilida faqat. Xo'p, yana boshqa bo'lsa boshqa. Misol uchun video editorlar ko'p bo'lsa kerak oramizda. Video editor agar 3D model ham yarata oladigan bo'lsangiz, 3D artist qilib qo'yishingiz yokida motion grafika, VFX qila olsangiz, VFX qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Va bu yerga agarda siz boshlovchi bo'ladigan bo'lsangiz, iloji boricha kamroq qilib ko'rsating. $5 yoki $10 soatiga qilib kiritib qo'yishingizni so'rab qolaman. Sababi boshlang'ich odam baribir o'zini agar sizda 10 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa ham, bu yerda yangisiz va Upwork platformasida yangiligi sababli ham, profilingizda hali ham ko'p mijozlar yo'qligi sababli kamroq pul miqdorini qo'yganingiz yaxshi. $10 atrofida. Xo'sh, keyin bu yerga o'zingizni messages, ya'ni kim sizni profilingizni kirib o'qiyapti, sizga ish taklifi yubormoqchi, o'shalarga xabaringizni yozib qo'yasiz. Albatta ingliz tilida. Salom, men shu-shuman. Shuncha yildan beri shu ish bilan shug'ullanib kelaman. Agarda sizni qiziqtirgan bo'lsam, menga bemalol ishonishingiz va mana shunaqangi proyektlarni, loyihalar bo'lsa menga taklif qilishingiz mumkin deb ingliz tilida kiritasiz. Va hattoki men pastki qismiga o'zimni mobil qurilmam va kompyuter qurilmamni qanchalik kuchli ekanligi va bu bilan ish sifati, ishning kачествоsi ham shunchalik yuqori bo'lishini men kiritib ketganman. Buni siz ham qilishingiz kerak. Xo'p, agar buni to'ldiradigan bo'lsangiz, mijozda siz haqingizda bo'lgan taassuroti juda ham ko'proq bo'ladi. Va bugungi videoyimiz mana shu qism haqida edi. Kuzatganlar uchun rahmat. Prosta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarda ham iloji boricha maksimalniy informatsiya berishga harakat qilaman. Savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib, savollar berib ketishinglar mumkin.